Bugungi jamiyatimizga qanaqa erkaklar yetishmayapti? Qattiq qo'l erkaklar yetishmayapti. O'zini gapini, menini qo'yib bilgan erkaklar yetishmayapti. O'ziga shubha qiladigan erkaklar ko'p o'zi. Balki latta qilib katta qilinganidandir bu. Bitta narsadan bu ayollarga qo'yib bersangiz erkalaydi-da farzand, to'g'rimi? Erkalaydi. Bolam deydi u. Bolam deydi. Lekin erkak kishini bunaqa katta qilib bo'lmaydi. Men qizim bor, 3 ta qizim bor. Bitta o'g'lim bor. 3 ta qizimni unay aylantiraman, bunay aylantiraman, aytganini qilaman, lekin o'g'limni u yoqqa o'tsam ham bitta urib yuboraman, bu yoqqa yiqilsin deb. Turtib-a? Da, что? Bu hayot. Shunday katta bo'lgan. Men ota-onamni ko'rmay katta bo'lgan joylarim bo'ldi. Borardim, zanimatsiya qilardim, zbor ketardim, kelardim, yana chiqib ketardim, chempionat ketardim, yana zbor. Shunday dadam aytardi. Yaxshimisan? Oyiga bir marta. Ha dada, tamom. O'ylardim, dadam men bilan chaqchaq qilmaydilar bir. Yaqin emas, gaplashmaydi. Lekin o'zimga savol beraman. Nimani chaqchaq qilaydi dadam men bilan? Nima chaqchaq qilaydi? Nimani so'rardi? Ha, bolam, yaxshi yotib turibsanmi? Qorning ochmi? Bu hayot, yashaysan, o'lmaysan desdi. Tamam. То есть Kuchli qilish uchun-da. Kuchli erkaklar kerak hozir. Bitta narsada ayollar ham bu narsani yaxshi ko'radi. Men javob beraman. Bu narsa fitratda bor. Bizani necha yuz yillar davomida Amir Temur masalan hamma desk bo'lib kelganda, hozir bunaqa damashillashib ketyapti erkaklar.